O'zim o'qimaganman, shuning uchun farzandlarim o'qisin deyapman. Ismim Mahmud, 45 yoshdaman. Farzandlarim haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, 2-sinf farzandim 1-sinfdan qo'yganman mudarris maktabiga. Ta'limi yaxshi, nimasi, tarbiya yaxshiligi uchun ukamni farzandini ham olib kelib qo'ydim. 7-sinfga o'qiydi hozir ukam farzand. 6 ta farzandim bo'lsa, bitta o'g'lim, 5 ta qizim bor. Xususiy maktabga berganimning sababi avvalambor o'zim o'qimaganman. Shuning uchun xususiy maktabga berdim. Chunki boshqa davlat maktablari ham yomon demoqchi emasman. Endi mana xususiy maktabga berganimiz ozgina talab bilan yaxshi. Endi o'qitishlari yaxshi bo'ladi. Shuning uchun ham bergan mudarris maktabiga bir narsa tarbiya yaxshi ekan, odob, tarbiya. Shuning uchun shu xususiy maktabga bergan. O'zim o'qimaganman, shuning uchun farzandlarim o'qisin deyapman. O'zim o'qimay, mana misol uchun men tadbirkorlik bilan shug'ullanaman hozir. Lekin 10 yil, 15 yil, 1-3 yil mardikorlik bilan shug'ullangan. O'qimaganim sabab. Natija avvalambor odam bo'ladigan natija kutaman, tamom. Men o'zim ham o'qimaganim bilan otam yaxshi tarbiya bergan. Otam o'qigan. Shu mudarris maktabi avvalambor tarbiyasi yaxshiligi uchun berganman. Men endi misol uchun falon ishga ishlasa bunaqa avvalambor odam bo'lsin, ilmi bo'lsin, u hamma ishga ishlayveradi. Shu maqsadga berganman hozir.